baba bebin koca vela. Dadam pul bering. Boya bermayman dedim-ku. Hadi so'raverma mendan. Amaki puldan yordam qiling. Duo qilib qo'yaman amaki. Dadam puling yo'q, senga bir so'm bermaydi. Soqqa. Amaki pul bera olasiz. Sadaqa qiling. Bor. Boya sherigingga berdim. Aka, sizni aka-ukangiz bormi? Ha, akam bor. Birga yashaysizlarmi? Yo'q, uni ro'zg'ori boshqa, meni ro'zg'orim boshqa. Ana, ko'rdingiz, bizlarda ham ro'zg'or boshqa. Bering pul. Aka, sadaqa qiling, boyib ketasiz. Ukam, katta bolasan, turishingni qara. Uyalmaysanmi? Borib u joyda ishlasang bo'lmaydimi? Gapirib bo'ldingizmi? Ha? Sadaqa qiling. Amakilar yordam qilinglar. Onam yo'q, otam yo'q, qiynalib qolganman. Pul yo'q. Xohlasangiz tekinga fol ochib qo'yishim mumkin. Ko'ryapman. Sizni bitta odobli o'g'lingiz bor ekan. Odobli? Darmaydi o'g'lim bor. Darmaydi ekan, uzr. Sizni yo'llaringiz yopiq. Nima qilaman? Uning uchun o'g'lingizga yaxshi gapirishingiz kerak, keyin har kuni marojna berishingiz kerak. Umuman yomon gapirmang. Xato ish qilsa ham, ko'chada pul so'rab yursa ham yomon gapirmang. Umuman yomon gapirmang. Xo'p dedim-ku. Bo'ldi. O'g'limga anchadan beri mehribonlik qilmayotdim. Bir marojna bor ekan. Amaki, o'g'lingizni qilib yurgan ishini ko'rdingizmi? Yo'q, nima qildi? Mana videoda ko'ring. O'g'lingiz ko'chada tilamchilik qilib yuribdi. O'g'lim, bu yoqqa fol ochib qo'yaman. Davay. Seni bugun qattiq urar ekan. Kim? Men?